Kimga lola yoqar, kimga maysa degandek assalomu alaykum podpishchilar, bizni kutganlar, bizni sog'inganlar. Bizda yangi partiyalarimiz xudo xolasa sotuvga chiqmoqda. Xuddi va'da berganimizda Eldorjon. Ha? Partiyalarning yangisi keldi. Yangisi keldi? Keldi xudo xolasa. Inshaalloh kinoni davom ettirishsa, ko'rishi hammasini ko'rishadi. Ortilganlarini oxirigacha. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsa, mollarni hammasini sotilganlarini, sotishda bor mollarni hammasini xudo xolasa chiqarib beramiz podpishchilaringizga. Aziz vatandoshlar, yangi partiya Chorni Pyosri mollarimiz kelgan. Kimga ma'qul kelsa, telefon qilib, kelib ko'rib sotib olishlari mumkin. Molni maqtamaymiz Eldorjon. Ha. O'sha podpishchilaringiz o'zlari baho beraversin mollarga. Baho berishaversin ha o'zlari. Xudo xolasa o'zlari baho beraversin. Mol ishqibozlari biladi qanaqangi mol chiqyapti, nima chiqyapti. Shundoq aka. Bularning endi ma'lumotlarini ayting aka, ma'lumotlarini. Bular hammasi birinchi tug'ish. Birinchi tug'ish bular hammasi. Xudo xolasa 7 oylikdan o'tgan. 7 oylikdan o'tgan. Xuddi Abishat deganimizda xudo xolasa 7 oydan oshig'ini olib kelib ilinamiz dedik podpishchilaringizga, hammasi 7 oylikdan o'tgan birinchi qoringa hammasi. Hammasi birinchi qoringa. Bularni kattaligini sababi hammasi привезной Rossiyadan keltirilgan. Bular hammasi Rossiyadan keltirilgan. O'shaning uchun xudo xolasa beslari 600 kilodan oshiq mollar hammasi sotuvda. Bunaqangi birinchi tug'ish g'unojlarimiz sero. Sero. Kelishaversan. Bu просто образец. Ha, sizlar ko'rsatib o'taman. Mollarimiz sero. Mollarimiz 35 mingdan boshlanadi to 45 ming somongacha. Hammasi sotilmoqda. Eldorjon xudo xolasa 2 partiya video chiqarib beraman podpishchilaringizga. Bu bir partiya inshaalloh birinchi tug'ish. Birinchi tug'ish. Как образец. Ko'rgazma deydi. Ko'rgazmaga. Marhamat, shunaqangi mollarimizdan sero kelishlari mumkin. 7 oylik, 8 oylik, 9 oylik birinchi tug'ish g'unojlarimiz sero kelishaversin. Podpishchilaringizga xudo xolasa xursand qilib hammasini narxini chiroyli qilib yetkazamiz. Tamam, gap yo'q aka. Eldorjon, endi narxiga kelsak, narxini ayting aka, bular narxi. Bularni Eldorjon narxini 36 ming somondan qo'ydim men, xudo xolasa inshaalloh savdo bo'ladi. Savdo bo'ladi. Tamam, gap yo'q aka. Yo'qadi degan umiddaman. Ma'qul keladi. Shu mollardan sero kelishaversin. Eldorjon, gapiring aka. xudo xolasa ikkinchi tug'ish sigirlarimiz hammasi 8 oylik bo'g'oz bo'ladi. 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz mollar xudo xolasa shu YouTube dunyosida mol zoti Chorni Pyosri degandan xudo xolasa zo'rlari aka. Turishidan o'zi gapirib turibdi o'zi mollar. Zo'rlari. Beslari ham katta xolasa hammasi ikkinchi tug'ish. Podpishchilaringiz o'zi molvozlar, molni tushunayotgan odamlar o'zi ko'rib bilib olaveradi xudo xolasa. Ko'rib bilishaveradi. Bular nima deyapti mollar? Bu gapirayotgan mollarda bular. Gapirayotgan mollar aka. Tushunadi bular hammasi. Shundoq. Masha desa ma deydi-ku. Masha bo'ladi-da. Shundoq aka. Bular narxi qanday aka bular? Xudo xolasa bular hammasi ikkinchi tug'ishga bo'g'oz tayyor. Xudo xolasa 8 oyga o'tgan. Shu 1 oydan keyin tug'ib beradi xudo xolasa. Narxlari 45 ming somondan bularni. 45 ming somondan savdo bo'ladi. Savdo bo'ladi. Mollar lekin bo'ladigan katta mollar. Xudo xolasa bulardan ham ikkinchi tug'ishimizdan ham sero. Sero bor a? Ha. Bular ham xudo xolasa ko'rishsin, shunaqangi mollarimiz ko'p demoqchiman. Ha. Maqsadki bu 3 ta bilan foydalanib qo'ymaysizda bor. Ha, bunga 3 taga bog'lanib qolmagan. Bundan mollar sero bunaqangilar. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelishi mumkin. Savdo qilib xudo xolasa podpishchilarni hammasini ko'nglini olamiz degan umiddamiz. Telefon qilib adres deyishsa bo'ldi. Xudo xolasa telefon qilib adres deyishsa, adresni tushuntiramiz, bemalol kelib savdo qilib ko'rib olishlari mumkin. Gap yo'q aka. Hammasi xudo xolasa ishonchli qoni toza mollarimizni qonini tekshirib olishlari ham mumkin. Hammasi 8 oylik bo'g'oz. Xudo xolasa 1 oyga tug'ib beradi inshaalloh. Xudo xolasa. Podpishchilar, aziz Tojikiston ahli, sizlardan iltimosim shu kommentariyaga lishni gap yozmasliklarini iltimos qilardim. Nima uchun? Molni oldidan kelib ko'rmasdan
har xil bo'lmagan gaplarni yozmanglar deb iltimos qilaman. Mollar avval kelishsin, ko'rishsin. Bu mollarni olib kelishi o'zi ham bo'lmaydi. Shundoq. Kim olib kelgan bo'lsa, kim olib kelmoqchi bo'lsa, yana bir bor aytamanki, yordam qilamiz. Dastlabki Rossiyadan yordamimizga biz tayyor. Kim olib kelmoqchi bo'lsa, ferma qilmoqchi bo'lsa, Rossiyadan mol olib kelib bering, molim bor demoqchi bo'lsa, Telefon qilishaversin. Yana bir bor aytamanki, telefon qilishaversin, biz xizmatda. Xohlasin kelib bizdan mol olishsin, xohlasin Rossiyadan olishsin, olib kelib beraman. Hamma xizmati bor. Eldorjon, podpischilaringizga rahmat. Обязательно layklarni bosib, podдержкада bo'lishsin. Video xudo xolasa kino davom etaveradi. Podдержкада bo'lishsa, bundan ham zo'rlari xudo xolasa chiqaveradi kanalingizga. Gap yo'q aka. Eldorjon, aka, podpischilardan like, podдержка обязательно. Aziz podpischilaringizdan hammasi kim olgan bo'lsa mana bitta yozsin. Kommentariyaga yozsin. Mollar ortilib qo'ygan, o'tgan safar qo'ygan mollarimiz sotildi. Hammasi ortilyapti. Bo'ldi gap yo'q aka. Hammasi mana ortilish jarayonini qo'yib beramiz, xudo xolasa. Kim olgan bo'lsa обязательно kommentariyaga yozinglar. Falonchi men oldim, pistonchi men oldim, mana o'sha narxda oldim deb narxini yozsalaringlar mayli aziz vatandoshlar. Hamma mollar sotilgan, yangi partiyalarimiz kelgan. Xudo xolasa ko'rishni davom etsalaring, bitta hammasini ko'rib davom ettiramiz. Voy aka gapiring. Mollar gazi baland. Gazi baland. Olgan odam barakali topsin loyi. Mol qilaman degan odamlar o'lyapti-da, buni sut ichaman deganlar. Xudo xolasa inshaalloh sutni to'kayotgan mollar hammasi inshaalloh. Inshaalloh zo'r mollar. Podpischilaringizdan обязательно like, podpiska, xudo xolasa bundan zo'rlari yana yo'lda xudo xolasa kelmoqda. Yana yangi partiyalarimiz xudo xolasa bugun ko'rishda davom etsa, zo'rlarini ko'rishaveradi. Gap yo'q aka. Eldorjon, bironta pacham shu mollar xudo xolasa bitta yo'q, hammasini gazi baland. Ha, o'z turishidan ma'lum aka. Mollar podvat qilmayotgan mollar, podpischilaringiz kelaversin. Kerak bo'lsa, mollar bor. Xudo xolasa 50 ta 60 ta molimiz fermada bor. Oxirgacha ko'rishsa hammasini guvohi bo'lishar ekan. Oxirgacha ko'rishsa hammasini ko'rishadi. Eldorjon, bu aka. Rasa balichig edi bu mollarga. Podpischilaringiz. Xudo xolasa mana moldor bo'lishdi. Qanchalari. Bu hammasi ortilyapti. Xudo xolasa olgan odamlarga bitta tashlab ketishadi-da. Shunday. Hayda mashinamiz ham mana kelgan, tayyor turibdi. Bularga ham o'rtamiz. Ha, ba'da ham turibdi mashallah. Xudo xolasa. Firuz akam xizmatda. Voy gapiring aka. Ferma qilaman deganlarga ham xudo xolasa kerak bo'lsa, zakaz qilishsa, Oqildan berasa, kallaridan kerak bo'lsa, aytsaki, men ferma qilmoqchiman, meni ferma, kallarni olib kelib bering. Semental desa-chi aka? Semental desa, semental olib kelib beramiz. Chorniy pyostri deydi, galishtin deydi. Ha. Xudo xolasa hozir bizani sharoitga shu chorniy pyostri birinchi o'rinda bo'lib qoldi, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa. Eldorjon, kinomizni yakunlashdan oldin nima demoqchiman? Nima demoqsiz aka? Gapiring. Mol seroq bor. Marhamat. Podpischilarga filmda xudo xolasa mol seroq kelaversin. Adres so'rab kelishaversin, hamma Mol bor. Mol bor degan, mol kerak degan odam. Inshaalloh sutli mol, sut ichaman deganga xudo xolasa mollarim seroq yana keladi. Xudo xolasa to'xtov yo'q. Doim davom etaveradi. Hammaga rahmat, albatta podpiska, like'larni bosib, podдержкада bo'linglar. Tojikistonda xudo xolasa shunaqa zotli mollar ko'payishda davom etaveradi. Rahmat. Gap yo'q aka. Salomat bo'linglar.